Internetdagi saytlardan rostdan ham o'yin o'ynab, video ko'rib, musiqa tinglab yoki mikrotasklarni bajarish yordamida pul ishlash mumkinmi yoki yo'qmi? Bugungi videoda biz sizlar bilan saytdan pul ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Ya'ni men sizlarga noldan boshlab o'zim saytni sinab ko'raman, test qilaman va oxirida o'zimni shaxsiy natijamni ko'rsataman. Oldindan aytib qo'yaman, bu videoda hech qanday garantiya berilmaydi, ya'ni hammasi individual, o'zingizga bog'liq. Qancha vaqt sarflaysiz, to'g'ri qilasizmi, noto'g'ri qilasizmi, mana shu narsalarga va mayda detallarga bog'liq. Shu sabab garantiya yo'q, hammasi o'zingizni qo'lingizda. Bu video to'liq video darslik sifatida tayyorlandi. Yaxshilab joylashib o'tirib oling, choy yoki kofe damlab oling. Qani unda biz boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Jamshid Mirzayev, King Academy Telegram boti va Jamshid Mirzayev YouTube kanali asoschisiman. Bugungi videoda biz sizlar bilan mana bu saytni ko'rib chiqamiz. Endi bo'lsa, kompyuterim ekraniga o'tib olamiz. O'sha o'rtoqlar, kompyuterim ekraniga o'tib oldi. Endi men sizlarga hozir sayt qayerdan topish, qanaqa qilib kirish, qanaqa ro'yxatdan o'tish va hokazo narsalarni ko'rsatib beraman darslik sifatida. Shuning uchun yaxshilab joylashib o'tirib olinglar, ketdi. Birinchisida Pico Workers deb yozamiz. Pico Workers deb yozamiz. Bu yerda bizga bitta sayt kelib chiqadi. Bu saytga kirsak, bu yerda bizning saytimiz Sprout Gigsga o'zgardi degan yozuv chiqadi. Mana shuni bosasizlar va mana shu saytga kirilasizlar. Sizlar agar qiyinroq bo'ladigan bo'lsa, hozir qilgan ishim pastda Jamshid Mirzayev Telegram kanali mavjud, o'tasizlar va o'sha Telegram kanalda men sizlarga silkasini qo'yib qo'yaman. Tayyor ofitsial silka. Shunda kirib, men qiladigan ishlarni qilishinglar mumkin, ya'ni ro'yxatdan o'tishinglar mumkin va hokazo. Ya'ni saytni misol yolg'on yoki fake saytlarga aldanib qolmasliginglar uchun bu narsa. Xohlasanglar o'zingizlar shunchaki poyozga yozib kirishinglar mumkin. Bu majburiy emas, o'rtoqlar. Sprout Gigs saytiga kirganimizdan so'ng, mana bu sign up tugmasi bor. Sign up tugmasi bu ro'yxatdan o'tish tugmasi, lekin men bosganimdan so'ng bu yerda kirib ketdi. Shuning uchun log out bosib, boshqatdan sign up qilamiz. Bu yerda mana bu I'm a freelancer or I'm a buyer. Ikkalasidan bittasini tanlashingiz kerak. Biz freelancerlik tanlaymiz, chunki biz ishlamoqchimiz. Bu yerda bo'lsa, ish beruvchi sifatida ham nima qilsanglar bo'ladi. Birinchisiga yozasizlar, misol uchun ism, familiya, mana misol uchun Jamshid Mirzayev. Menga nickname bo'ladi. Misol uchun men Ayzan yozib qo'ydim. Sizlar o'zingizlarning nickname'larni yozasizlar. Agarda mavjud bo'lmasa, boshqa nickname qilishinglar ham mumkin. Bu yerga email yozasizlar. Misol uchun mana meni emailim va undan keyin parol. Parol qanaqa bo'lishi kerak, o'rtoqlar? Parol katta harf, kichkina harf aralashgan bo'lishi kerak. Misol uchun hozir men sizlarga nima demoqchiligimni tushuntirib beraman. Mana bu yerda qaranglar. Bu katta harf, bu esa kichkina harf, bu esa qanaqadir belgi. Mana shunaqangi belgidan iborat bir 8 tadan 10 tagacha aralash bo'lishi kerak. Shuni ham nima inobatga olasizlar. Keyin bo'lsa, o'sha parollarni 10 ta bo'lishi kerak ekan, 10 ta. Keyin bu yerga o'shani takrorlab yozasizlar. Ya'ni e'tibor qaratinglar, boshqatdan aytaman. Katta harf, kichkina harf, birorta raqam va birorta simbol. Mana shunaqa aralash bo'lishi kerak va 10 ta. Eslab qolasizlar, yozib olasizlar. Keyin mana bu select country degan joyda mana bu agarda yozish bo'limi bo'lsa, OZB yozsanglar, O'zbekiston chiqib belgilaysizlar. Agarda sizlarda bunaqa chiqmasa, pastga mundoq qilib scroll qilsanglar, pastroqda, ya'ni u harflar joyida mana O'zbekiston bo'ladi. Va mana bu ikkita galashka qilib olasizlar. Bular nima? Ya'ni Sprout Gigs saytini shartlariga rozilik bildiraman degan narsa. Keyingisi bo'lsa, menga yangiliklarni email orqali yubor degan narsa. Xohlasanglar buni o'chirsanglar ham bo'ladi, yoqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va sign up bosasizlar. Sizlarning pochtalarga, ya'ni mana bu joyda ko'rsatgan pochtalarga xat keladi. Ya'ni emaillarga xat keladi. O'shandagi silka orqali o'tasizlar va login parollarni terib sayt kirsanglar, ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli yakunlangan bo'ladi. Va login bosdim. Mana kirdi. Sizlarda kirganinglarda boshqacharoq bo'lishi mumkin va mana bu yerda gigs bor, microjobs bor. Bu yerdagi ishlar bizga kerak emas. Hozircha bizga microjoblar kerak, ya'ni microjobni bosasizlar, find jobs ni bosasizlar. Bu bizda mikro vazifalar. Ya'ni mana shu mikro vazifani bajarish uchun qanaqadir pul ishlash mumkin bu saytda. Lekin garantiya yo'q. Sababi ko'p narsaga bog'liq. Xo'p, qaranglar. Botda homiylarni ko'rsatib qo'ygan. Endi cho'zib o'tirmayman. 513 ta bizada bor ekan. Ya'ni o'sha pul ishlash mumkin bo'lgan mikrotasklar. Bular qanaqa? Misol uchun, bizda mana birinchisida nima qilishimiz kerak ekan? Birinchi marta agarda ishlashni boshlayotganimizda bizdan nimalarni so'rar ekan? Misol uchun, male, female, misol uchun male bossanglar, ya'ni erkak kishi, female ayol kishi uchun. Tug'ilgan yilinglar, bu yerda shaharlar yashaydigan, ya'ni pochta kodi boya gaplashganimiz, yokida aytmagan bo'lsam uzr. Pochta kodi bu nima? Ya'ni sizlar yashaydigan shahar, tuman, ko'cha va sizlarning aynan uylarga yoki domiylarga qarashli yoki mahallalarga qarashli pochta manzilini raqami bo'ladi. Misol uchun 100 dan boshlanadi, dalch ketaveradi. Misol uchun 100, 200 yoki 100, misol uchun 200, 100 bo'lishi mumkin, har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizlar Google yoki ChatGPT ga yozasizlar, o'zingizlarning yashaydigan misol O'zbekiston, Toshkent shahar, palonchi tuman, palonchi ko'cha
deb yozsanglar, qaysi pochtaga aynan uylarning raqamini yozishinglar shart emas yoki dominglarni yozishinglar shart emas, ko'chani o'zi yetadi. Qaysi pochtaga qaraydi, menga pochta indeksi yoki pochta kodi kerak desanglar, beradi albatta. Yoki Google'da yozsanglar ham chiqadi. ChatGPT sizlarga osonroq misol uchun. Xo'p, yozasizlar. Bu yerda qanaqadir sirli savol yaratasizlar. Misol uchun meni birinchi kuchugimni ismi, yoshligimdagi misol uchun laqabim va bu yerga o'shaning javobini yozib qo'yasizlar. Laqabinglar nima, kuchuginglarning nomi nima va save qilib qo'yasizlar. Mana hozir mana shu narsani to'ldiraman. Menga 1 daqiqa bersanglar, bu joyini kesib qo'yaman, sizlarning vaqtinglarni o'g'irlamaslik uchun. Tayyor o'rtoqlar, tayyor qilib qo'ydim. Ana endi bizda asosiy bo'limlar ochilishni boshladi, mana ko'rib turganinglardek. Bu yerda biz translate to Uzbek bosamiz. O'zbekchaga tarjima qilamiz, chunki bo'limlar ko'p, sizlar qiynalishingiz mumkin. Men ingliz tilini bilaman. Agarda ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastda King Academy Telegram botini silkasini qo'yib qo'yaman. Atigi uchun 9990 so'mga sizlar ingliz tilini o'rganishingiz mumkin. Ya'ni noldan boshlab sun'iy intellekt yordamida. Va mana shunaqa saytlarda ishlash, misol uchun tarjima qilib o'tirmaysizlar, sizlarga ustunlik beradi. Bu yerda bir kun baholash uchun ketar ekan sizlarning qilayotgan harakatinglarni va bu 3 yil oldin a'zo bo'lgan ekan. Ya'ni mana shu kompaniya, bu yerdagi mana shuni berib turgan kompaniya. Bu kompaniyaga sizlar mana xaridorni kuzatib borishni ham bosib qo'ysanglar bo'ladi, bloklasanglar bo'ladi yoki qanaqadir muammolar bo'lsa pul to'lashda va hokazo. Bu ishni bosing misol uchun. Qaranglar, ishlash xohlaysizlarmi deb so'ralyapti. Freelancerdan nima kutilmoqda? Ya'ni mana bu silka orqali kirasizlar ekan. Misol uchun bunda kopировать qilasizlar, belgilar, kopiyani bosasizlar va mana bitta sahifada ochasizlar misol uchun mana. Bitta taklif so'rovnomasini to'ldiring yoki ilovani o'rnating. Ya'ni o'sha silkaga kirganingizda 3 ta turibdi. O'sha uchalasidan bittasini qilsanglar ham bo'lar ekan. Qilganingizdan so'ng P-kod yaratilar ekan. Ya'ni kod berar ekan sizlarga. Uni isbot sifatida shu yerda nusxalang va joylashtiring deb qo'ygan. Kirdinglar, mana shu silka orqali kirdinglar, bajardinglar, o'sha 2-3 minutda yoki o'ynadinglar qanaqadir o'yinini va o'sha yerda sizlarga o'ynab bo'lgandan so'ng avtomatik kod beriladi. Saytda berilishi mumkin. O'sha saytda o'zida paydo bo'lishi mumkin. Yokida o'yinning ichida berishi mumkin. Buni o'zingizlar bilib olasizlar, bajarib turganingizda. Aynan mana sü ko'rsatib turgan sizlarda bo'lmasligi mumkin. Mana bitta o'sha kodni jo'natasizlar va dalillarni taqdim etishga bosasizlar. Ya'ni 2-3 daqiqa vaqtinglar ketsa, bu yerda bu narsa uchun 0.6 sent, ya'ni 7000 so'm atrofida to'lanishini ko'rsatib qo'ygan ekan. Shunaqa gaplar. Shunaqa qilib bajarasizlar, 2 ta 3 ta qilib va bajarganinglardan so'ng sizlarda mana bitta topilgan pullar joyida bo'ladi yoki kutilayotgan, ya'ni bajarish davomida mana shu yerda kutilayotgan turishi mumkin. Ya'ni o'ynayotganinglarda va hokazo va topilgan mana bitta turadi. Mana shu joydan o'zingizlarga to'g'ri kelganini xohlaganinglarni tanlaysizlar va shartlarini to'liq tarjimon orqali bajarasizlar yoki til o'rganmoqchi bo'lsangiz o'sha aytganimdek izohlarda mavjud. Hozir men qilganimdan sizlardan farq qilishi mumkin yoki men topadigan pulda sizlarniki farq qilishi mumkin, ya'ni garantiya yo'q. Qancha vaqt sarflasanglar, o'zingizlar hammasini to'g'ri qilsanglar, qaysi shartda bajarishingizga qarab, qaysini tanlashingizga qarab belgilanadi. Shuni ham to'g'ri tushunishinglarni so'ragan bo'lardim o'rtoqlar. Misol uchun 1 hafta, 2 hafta ishlab ko'ringlar va necha pul ishlab topganinglarni izohlarga mana shu videoga qaytib kelib yozib qo'yinglar. Ya'ni mana shu saytdan, misol sayt nomini yozinglar, mana shuncha, xullas mana shuncha topdim deb yozib qo'yinglar. Ko'p gapirib, ko'p o'ylaganim uchun o'rtoqlar shunaqa narsa sodir bo'ldi. Hammaga qiziq joyi pul yechish. Pul yechishni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Mana bitta wallet degan joyi bor ekan. Ko'plab saytlarda withdraw yoki shunaqangi bo'lim bo'ladi. Pul ishlaysizlar ekan. Pul ishlaganinglardan so'ng sizlarda qanaqangi shartlari bo'ladi bu yerda. Yangi foydalanuvchilar kamida 7 kun kutish kerak ekan pul yechishga so'rov yuborishi uchun. Ya'ni sizlar bugun ro'yxatdan o'tsanglar, birinchi sanada deylik misol uchun 8-kuni sizlar so'rov yuborishingiz mumkin 7 kun kutganinglardan so'ng. Bu birinchisi. Ikkinchisi sharti pul yechishga so'rov yuborishdan oldin sizlar birinchi o'rinda o'zingizlarni shaxsiylarni tasdiqlovchi ma'lumot va IDlarni mana shu joyga kelib qo'yib qo'yishingiz kerak deb qo'yibdi. Ayni mana shuni bosasizlar va mana shu joyda sizlar o'zingizlarning pasport ma'lumotlarini yuklaysizlar, rasmiylarni yuklaysizlar va verifikatsiya tugaganidan keyin sizlar pul yechishga tayyor bo'lasizlar o'rtoqlar va boshqa ma'lumotlarni ham misol uchun account settingsga bosib, polni mana shu joydagi ma'lumotlarni, misol uchun mana bitta o'zingizlar haqingizda, profilinglar haqida, hobbilaringlar haqida, kitobinglar haqida, mana bitta nechta til bilasizlar, o'shalarni mana bitta misol uchun English deb yozib, ingliz tilini belgilab, darajasini belgilashingiz mumkin. Qo'shib borsanglar bu sizlarga ish olishga osonroq bo'ladi. Keyinchalik kattaroq ish qilaman desanglar yoki ish joylayman desanglar, kasb bilan ham pul topsanglar bo'ladi. Misol uchun video yasash, rasm yasash, kitob muqovasini yasash, tarjimonlik qilish, qanaqadir ma'lumotlar, video montajlar va hokazolar. Xullas, bu saytda pul ishlaydigan yo'llari ko'p.
O'ylaymanki sizlarga pul yechish va qanaqa shartlarni bajarish to'liq darsli sifatida tushuntirganim uchun sizlarga tushunarli bo'ldi. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar va mana shu video davomida qolgan, misol uchun qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Aytganimdek, garantiya bu saytdan pul topish, ko'zinglar oldida tekshirib ko'rdik. Ya'ni odzivlar ko'p, ishini qo'yganlar ko'p, ya'ni ishlar ko'p. Bu saytda o'zingizlar odzivini ham o'qib qo'yib, keyin qaror qilishingiz mumkin, ishlash yoki yo'qligini. Meni vazifam sizlarga saytda darsga qilib chiqazib berish, chunki ko'pchilik tushunmaydi qaysi tugmani bosaman, shartini qanaqa bajaraman deb va pul yetishni tushunmaydi, shartini tushunmaydi, pul yetish ochilmayapti deydi. Shuning uchun men sizlarga tushuntirib berdim. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi o'rtoqlar. Bugungi video shunaqa chiqdi. O'ylaymanki sizlarga foydali bo'ldi va to'liq o'rganib oldinglar. Meni natijam sizlarning natijalardan juda ham katta farq qilishi mumkin yoki bir xil bo'lishi mumkin, lekin bu narsaga garantiya berilmaydi. Aytganimdek, hammasi individual va o'zingizlarga bog'liq. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar va o'zingizlarda video davomida qanaqadir savol kelib chiqqan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Biz qo'ldan kelgancha hammasini o'qib, o'rganib chiqib, sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Sizlar bo'lsa, videoning davomida o'sha savol bo'lgan bo'lsa, prosta feedback yozishinglar ham mumkin. Misol uchun, yaxshi, menda ishladi va hokazo gaplar. Bu kanalda haftasiga 3 marta yoki har 2 kunda bizda video darsliklar chiqadi, ya'ni pul ishlaydigan saytlar bo'yicha test qilamiz, ro'yxatdan o'tishni ko'ramiz, yo'nalishlari, shartlarini ko'ramiz. Shuning uchun keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Jamshid Mirzayev kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va bu sizga foydali bo'ladi. Agarda sizga ko'proq saytlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda Telegram kanalimiz mavjud. Yaqinda chegirma ham e'lon qilishimiz mumkin va bepul ro'yxatlarni ham kanalimizda tashlab boramiz. Shuning uchun o'tib Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda video qachon chiqishi va hokazo narsalar, sayt silkalari ham o'sha yerda bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Jamshid Mirzayev bo'ldi. Gaplashamiz. Peace.